To'rt xonali tayyor kirib yashaydigan uyimizni sotilyapti. Manzilimiz Yunusobod Shahristonskiy ko'cha. Shahristonskiy Uzgazol ko'chaga bir 500 metrcha kirib kelganingizda bog'cha keladi. Bog'chani ro'parasi yo'l yuzida. Bizda to'rt xona remont, mebel, texnika tayyor kirib yashaydigan uyimiz. Ikkinchi etajda joylashgan g'ishtli domimiz. Общий maydonimiz 85 kvadrat metr. Uy egalari 90 ming dollarda so'rashyapti, kelishilinadigan joylari bor. Egalarning telefon raqamini websaytida qoldiraman, tezda aloqaga chiqarasiz. Birgalikda uyga ko'ramiz. Tabii, haydazdan kirish eshigimiz, kirishimiz bilan bizning to'rt burchak katta kirib kutib oladi. Uyimizning holati yaxshi, fayzli, tayyor kirib yashaydigan. Keling, o'ng tarafdan boshlaymiz. Bu yog'imizda bizda birinchi spalnimiz bo'ladi. Keling, bu tarafimizda ikkinchi zetskiy уже mo'ljallangan sal kichkinaroq xona. Reshotkalari bor, elektrika, santexnika, montajkalari hammasi zo'r holatda turibdi. Xo'p, bu yog'imizda esa bizda uchinchi spalnimiz. Bu planirovkada xonalari, spalnilari, zallari, detskilari, sanuzel, balkonlari ham 2/6 katta planirovkalarda hisoblanadi. Bu yog'imizda esa bizda 4-xonamiz, zalimiz bo'ladi. 315 ga 520, salkam 17-18 kvadrat metr bor. Videoda nima ko'rayotgan bo'lsangiz hamma narsa qoladigan. Keling, bu tarafimiz sanuzellarimiz alohida. Hojatxona, kafelari yaxshi zo'r holatda turibdi. Xo'p, bu yog'imizda esa bizda oshxona, ovqat tayyorlaydigan zona, bu yoqda reception, ana barni chiqarib qo'yishibdi, bu yoni ham, balkonni ikkiga bo'lib qo'yishibdi. Mana bu tarafimizda ham bor joy. Xullas, ko'rgan uyimiz 85 kvadrat, egalari 90 ming dollarda. Bu boshlang'ich narxda so'rashyapti. Egalarining telefon raqamini websaytida qoldiraman, o'zlariga tezda aloqaga chiqib ko'rasiz.